Assalomu alaykum ahli Instagram. Mana 200 kvadratlik obyekt fasad qismi jiddiy trenining qilib bitkazilibdi. Baho bersalaringiz bo'ladi. Bugun sizlar bilan mana shu choli 200 kvadratlik obyektni fasad qismini ko'rib chiqamiz. Baho bersalaringiz bo'ladi. Bu uyimizni juda ham uyda egasiga ekonomik qilib choli tarzda bitkazib berganlar. Qaranglar. Mana shu deraza, eshik girtlarini o'zidan choli qilib figuralar berib bitkazib berganlar. Hozir penoplastiyaga yopishtirish shart emas. Bu sizlarga ekonom bo'ladi. Kamida 200 ming so'm kissalaringizga foyda qoladi. Agar mana shu Traventinni o'zidan qilsalaringiz agar. Fasad qismida 3D rombik fasonda bo'lgan juda eng zo'r fasonlardan biri. Baho bersalaringiz bo'ladi. Usta akamiz 12 ta viloyat bo'yicha mana shu chorli xizmatlarni yoritib berar ekanlar. Murojaat qilasizlar, sizlarning ham hollaringizni albatta o'sha chorli holatda bitkazib beradilar. Narxida hozir eshitganingiz juda ham zo'r summaga bitgan 200 kvadratlik obyekt 1800 dollarga bitgan ekan. Baho berasizlar. Asosan kvadrat metriga kelsak 1 kvadrat metri 9 dollardan bo'lgan. 9 dollarning общий summasi 1800 dollarga mana shu obyektimiz bitgan ekan. Usta haqi, material, hamma narsasi ichida. Sizlar faqat mana shu pulni berasizlar, tamom. Hamma narsa o'zlaridan olib kelib mana shu chorli holatda bitkazib beradilar. 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatar ekanlar. Bemalol murojaat qilasizlar, naqd 10 yillik garantiya bor mana shu ishlariga azizlar, lekin devor juda ham chiroyli chiqdi. Albatta bir dona layklarni aymaysizlar. Uyimni fasad qismini jiddiy traventin qilaman degan akalarimizga videomizni tashlab qo'yasizlar.